Allah Taala'nın El-Vekil degan ismi haqida. Muhammed Yusuf. Hayatda nurg'un ishlarga kuchingiz yetmaydiganligini his qilib o'tamsiz. Hayotlikning tahdidlariga yolg'iz taqobil turishdan ojiz kelib o'tamsiz. Ahli avlod, pul mol, tan saqligi va jon qatorliq hayotlikdagi eng qimmatli borliqlaringizni qo'yilgan omonatni hargiz zoya qilib o'tmaydigan kuchlik va ishonchli bir zotning yanida omonat qo'yishni xohlamsiz. Undaqda siz Alloh taoloning Al-Vakil degan muborak ismiga bo'lgan iymoningizni kuchaytiring. Bu ismning ma'nosini o'rganib, ko'nglingizni orom topqizing. Al-Vakil degan so'z lug'atda vakolatan boshqaruvchi, vakolatchi, vakil degan ma'noni bildirdi. Alloh taoloning ismi bo'lgan Al-Vakil bandalarning ishlarini tasarruf qiluvchi, ularga homiy bo'lguvchi, ularning rizqiga kepil bo'lguvchi degan ma'noni bildirdi. Bu mundaq ikki turlik bo'ladi. Biri umumyuzlik vakillik bo'lib, biri Alloh taoloning jonliq jonsiz barcha maxluqotning ishlarini boshqarib turadiganligini bildirdi. Yana biri xos vakillik bo'lib, u Alloh taoloning yaqin bandalariga bo'lgan yigitlarchiligini, ularning ishlarini o'ng'aylashtirib beradiganligini bildirdi. Alloh taoloning Al-Vakil degan muborak ismi Qur'oni Karimda 14 o'rinda kelgan bo'lib, "Va kafa billahi vakila." Allah sana yeterlik tayançtır. Ve huve ala kulli şeyin vakil. O hemen ersige hamidir. Vallahu ala ma nekulu vakil. Allah bizden sözümüzge guvahtır. Hasbunallahu ve ni'mel vakil. Bizge Allah kupaya, Allah nemi degen yaxşı hami, degen ayetlerinin bunun cümlesidendir. Degen ayetler bunun cümlesidendir. İmam Buxari İbn Abbas raziyallahu anhumadan rivayet qilgan bir hadisda Hasbunallahu ve ni'mel vakil degan oyatni İbrahim alayhissalomning Namrud tarafidan o'tib tashlanganda Payg'ambar alayhissalomning "Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum" shak shubhisizki kishilar sizlarga qarshi qo'shin to'pladi. Ulardan qo'rqinglar deyilganda o'qiganligini rivoyat qilgan. Allah Taala çoğun kiçik barliq işlerini topshirishga, her bir ishda tayinishga ve ishonch qilib xotirjam bo'lishga tegishlik yagona zotdir. Siz qandaqli bir ishning hal bo'lishini Alloh taologa topshirgan bo'lsangiz, uningga chin ko'nglingizdan ishonch bog'lagan bo'lsangiz, o ishning hal bo'lishidan butunlay xotirjam bo'lsangiz bo'ladi. Chunki siz o ishni eng ishonchlik, hammaga qodir biriga topshirgan bo'lasiz. Allah Taala özü to'g'riliq mundaq degan: Robbul mashriqi vel mag'ribi la ilaha illa huwa fattakhidhu vakila. O mashriqning mu, mag'ribning Rabbidir. Onundan başqa hech bir iloh yo'qdir. Barliq ishingni onunga topshirgan. Ya'ni din va dunyolik har qanday ishlaring uchun Alloh taoloni vakil qilib tutgan. Alloh taolo bu oyatda bizni "Ey Allah, bu işimga seni vekil kıldım. İşlerimni sana tapşırdım. İşimni özün hal kılıp bergin" deyişke buyuruydu. Qini oylap bakın. Yeryüzüde Allah Taala'dan başka hemmege güç yetadigan, xalıqını qılalaydigan, nemini xalisa şunu tosqunsuz amalga oshiralaydigan birini tapalamsiz. Hergiz tapalmaysız. Çünkü Allah Taala'dan başka hiç kim sizni Allah Taala'da qo'g'dayolmaydi. Sizge Allah Taala'da yardım qilolmaydi. Siz o'zingizni, ahli avlodingizni, pul melingizni, tan saqligingizni va qimmatlik har narsangizni Allah Taala'ning himoya qilishiga topshirgan vaqtingizda nurg'unlagan oxiri uzilmas g'amlardan va andishalardan butunlay xotirjam bo'lgan bo'lasiz. Neticede tan saqligingizni, aromingizni ve rahatingizni saqlab qolgan bo'lasiz. İşlerini Allah'a topshirish omonlikdir. Et-tevekkelu alalloh, ya'ni Alloh taologa tayinish ve işlerini onunga topshirish qalbning amallaridan bo'lib,
qalbning amallari martaba va darajə cəhətdə bədanның əməllərindən əlbəttə yuqarıdır. Məlum ki, qalbning əməlləri təqvalıq, Allah Taala'nı və Peyğəmbər əleyhissalamını söyüş, Allah Taala'ya tayiniş, təvəkkül qilish qatarlıqlardır. Bədanның əməlləri taharet eliş, namaz oxuş, hac və ömrü qilish, ata-ananın xizmətini qilish qatarlıqlardır. Allah Taala'ya tayanğanlıq özünü mislsiz küçülük qorğan içigə alğanlıq bulub, bu qorğanның içində bolğanlar hayatının boran çapqınlarıdan, dünyanın qiyim xətərlərindən, düşmənlərinin hiyli mikirlərindən qoğdunub qalıdı. Qur'an-ı Kerim sizge "Fettehidhu vekile" barlıq işini onunla tapşırğın, yani özünü, qimmatlik her nersani ve həmmə işini Allah'a tapşırğın. Allah'ını vekil tutqın deb buyuruydu. Siz çin qalbinizdən Allah Taala'ya tayanğan ve işlerinizni onun bir tərəf qilishini tapşırğanla ekansiz, Allah Taala hergizmi sizni naümid qoymaydı. Hergizmi sizni taşlab etmeydi. Çünkü Allah Taala bizge "Bana tayınınlar ve işleringlarni bana tapşırınlar" deb turib, qandaqmı bizge ve işlerimizga ega bolmusun? Bundaq bo'lishi mumkin emas. Allah tapşırış deganlik jim o'ltirish deganlik emas. Navada sizge dünyanın padişahlaridan yoki reis cumhurlaridan biri "İşinga meni vakil qilgin, uni bana tapşırgin, men hal qilib beraman" yoki "Palani zalimdan alalmagan haqqingni bana tapşırgin, men elib beraman" desa, siz bu va'dadan shaklanamsiz? Hergiz shaklanmaysiz. Alemlerinin Rabbi, padişahlarının padişahı ve həmminin egisi bolğan Allah Taala sizge "Ve tevekkele alel hayyillezî la yemut" hiç ölmeydiğen, məngü hayat turduğan Allah'a tayanğın, yani işini bana tapşırğın, haqqını elişqa meni vekil qılğın dese, siz bu vədige işenmemsiz, yoki bunundan shaklanamsiz. Navada biz işlerimizni Allah Taala'ya tapşırğandan keyinmi, o işler ko'nglimizdagidek bolmagan bolsa, çataq yanıla özümüzde bolgan boludu. Çünkü Allah Taala'ya tayinish deganlik bolsa bolar, bolmasımı meyli degan ma'nida to'liq ishonch bolmagan holda qilgan tevekkül natija bermaydi. Peygamber aleyhisselam bunu ifadalab mundaq degan: "Agar sizlar Allah'a haqiqiy tayansanlar, tevekkül qilsanlar, Allah sizlerini uçar kanatlarını rızıklandırgandek rızıklandırdı. Uçar kanatlar etigende aç qo'rsoq chiqib ketib, kechda to'q qaytib keladi. Bu hadis bizge tevekkülning qandaq bo'ladiganligini o'rgatgan bo'lib, sabab qilmasdan tevekkül qilishning hech narsaga foydasi yo'q ekanligini va tevekkül qilgandimi eg'izining uchidan yoki to'liq ishonch qilmagan holda qilingan tevekkülning natija bermaydiganligini ifodalaydi. Çünkü bu hadisning uçar qanotlar etigende aç qo'rsoq chiqib ketib, kechda to'q qaytib keladi degan qismi uçar qanotlarning ujma pish, og'zimga tush deb o'zida rizq kutib yotmaydiganligini va rizqini tepish uchun etigan saharda hayot mujodalasiga otlanganligini, bir kun kechgacha rizq yo'lida ishlaydiganligini ifodalaydi. To'liq muhim dua. Peygamber aleyhisselam bizge bunu duanı hamisha o'qishni o'rgatgan. Allahumma a'inni ala zikrika ve şükrika ve husni ibadetik. Ey Allah, seni yad qilishimga, sana şükür qilishimga ve sana obdan bendichilik qilishimga yordam qilgin. Bu duanı o'qishni kundelik muhim ishlarimizdan biriga aylantirib olishga tegishlik. Çünkü mübada Allah Taala sizge yardım kılmasa, yuqorqi amellerini kılmaysiz. Allah Taala sizge yardım kılmasa ve medet vermese, dünya ve ahirette ziyan tartısız. Allame İbn Qayyim Cevzi mundaq degan: Şeyhul İslam İbn Teymiye degan ki, en paydalı dua Allah'ın razılığına erişishimizga yardım kılışını tilashdir.
Men bu duani Fatiha suresidagi "Sana ibadet qilamiz va sendinla yordam tilaymiz" degan oyat topdim. U yana mundaq deydi: Qalb riyo bilan kibrdan iborat ikki xil kasalga giribdor bo'ladi. Agar vaqtida davolanmasa, qalb o'ladi. Riyoning shifosi "İyyake na'budu", "Sana ibadet qilamiz" degan oyat. Kibrning shifosi "Ve iyyake nesta'in", "Sendinla yordam tilaymiz" degan oyatdir. Shayxul Islom Ibn Taymiya "İyyake na'budu" degan oyat riyoni ve "İyyake nesta'in" degan oyat kibrni dabi qiladi degan so'zni nihoyat ko'p deydi. İşlarni Allohga topshirish ibodatdir. Alloh taologa duo qilish, uningdan hojatlarimizni tilash ibodat bo'lib, ibodat bo'lgandimi eng samimiy va eng ixlosli ibodatdir. Chunki ibodat qilishdan bo'lgan asosli maqsad Alloh taoloning oldida o'zimizning ojizligini va hojatmand ekanligini izhor va ifoda qilishdir. Bu maqsad duoda eng obrazli ifodasini topadi. Alloh taolo sizning uningga har doim iltijo qilishingizni yaxshi ko'radi va sizdan shuni talab qiladi. Alloh taolo bizga "Ud'uni astajib lakum", "Menga duo qilinglar, duoyinglarni ijobat qilaman" deb buyurgan. Ondan "Innallazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin". Şəksizki, mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib, bosh tortadiganlar xor holda jahannamga kiradi deb ogohlantirgan. Mufassirlar oyatdagi ibodatdan duo maqsad qilinadiganligini bayon qiladi. Demak, Alloh taolo o'ziga duo qilib, hojatlarini so'ragan bandalarni yaxshi ko'radi. Ularga ibodat qilganning savobini beradi. Duo qilib hojatlarini tilashdan o'zini behojat sanaganlarni yomon ko'radi. Undaqda siz o'zingizning ojizligini va Alloh taologa muhtoj ekanligingizni izhor qilgan holda barliq hojatlaringizni Alloh taologa suning. Chunki sizning barliq orzu-armonlaringiz Alloh taolo bilan ro'yobga chiqadi. Barcha hojatlaringiz Alloh taolo bilan hal bo'ladi. Her qanday qo'rqinchingiz Alloh taolo bilan omonlikqa aylanadi. Alloh taologa tayinish hayotning oksigenidir. Saqliq, kasallik, boylik, nomrodlik, xushallik, g'amkinlik, torliq, ozodchilik va hokazo. Hamma ahvolingizda Alloh taoloni unutmang. Hamma ahvolda uningga tayining. Chunki Alloh taologa tayinish hayotning oksigenidir. Navoda Alloh taolo ko'zingizni yumilishdan to'sib qo'ysa, qurg'oq sababli og'rib ketadi. Agar tilingizni tetishdan mahrum qilsa, hayotning lazzati yo'qoladi. Agar yuragingizni so'qishdan to'xtatib qo'ysa, hayotingiz oxirlashadi. Shunga siz har vaqt Alloh taoloni unutmang. Saqligingizni uningga topshiring. Yuragingizning so'qishini, tomirlaringizda qonning aylanishini, yegan, ichganlaringizning badaningiz ichida to'sqinsiz yo'tkilib turishini, a'zolaringizning harakat qilib turishini Alloh taologa topshiring va bu ishlarning Alloh taoloning ilkida ekanligini hargiz esdan chiqarmang. Alloh menga kifoyadir deng. Ba'zi kishilar sizning ro'yingizni tushirish, hisiyotingiz bilan o'ynash, ishonchingizni ojizlatish uchun bo'lmag'ur xabarlarni elib keladi. Sizni tex kelmagan kelajakdan qo'rqitadi. Siz shundoq ahvollarga duch kelganda chin ko'nglingizdan "Hasbiyallohu va ni'mal vakil", "Menga Alloh kifoya, Alloh nima degan yaxshi homiy" deng. Shu chaqda Alloh taoloning fazli va rahmati sizni qo'rishaydi. Ziyon zahmat sizdan yiroqlashadi. Xohlasangiz bunu oyatni o'qib tafakkur qiling. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله
وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. Ular şundaq zatlar ki, bir qism kişiler ularga şek şübhesiz ki, kişiler sizlerge qarşı qoşun topladı, ulardan qorqunlar degende, bu söz ularning imanini kuchaytdi. Ular bizga Allah kupoya, Allah nima degan yaxshi hami dedi. Şunun bilan ular Allahning ne'mati va fazli bilan Badr g'azatidan hech qanday ziyon zahmatga uchirmay qaytib keldi. Ular Allahning roziligini izladi. Allah katta fazil egasidir. Allah katta fazil egasidir. Qayın qılarlıq sebep. Nemi üçün Allah Taalaga tayinish kupoya qiladi. Bunun sebebini bilemsiz. Bunun sebebi şu ki Allah Taala osmon, zemin ve ularning orasidagi hamma narsaning egasidir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا. Osmanlardaki ve zemindeki narsalarning hammasi Allah'nındır. Hamma ishni boshqarishga Allah yeterlikdir. Siz qo'rqadigan ishlar Allah Taalaning ilkida emasmi? Sizni qutulib bo'lolmagan kesal Allah Taalaning boshqarishida emasmi? Undaqda siz hamma ishingizni Allah Taalaga topshiring. Qorqunchlardan ve og'riqlardan xalos bo'lishni uningdan tilang. Yeterlik sebeplerini qilish bilan birga Allah Taalaga ishonch qiling. Allah Taala hammaga qodir emasmi? Albatta shundoq. Allohu xaliqu kulli shay'in va huwa ala kulli shay'in vakil. Allah hamma narsani yaratquchidir, hamma narsaga homiydir. Bir soliha ayol yolg'iz o'g'lini chet elga o'qishga avatmoqchi bo'ldi. Ammo chet ellarda yomon muhit va yomon do'stlar sababli ba'zi yoshlarning dinimizning aqidasidan va axloqidan yiroqlashib soya bo'lib ketganligini anglab qattiq ansiraydi. Avatay desa o'g'lining zoya bo'lib ketishidan qo'rqidi. Avatmay desa o'g'li chin turib oladi ham ba'zi ishlar uni o'g'lini chet elga avatishga majbur qiladi. Ayol ko'p o'ylab oxir avatish qaroriga keladi. Ey Allah, o'g'limni sana topshirdim. Uningga seni vakil qildim. Sen uningga homiy bo'lgin deb qattiq duo qilib, uni Allah Taolaning himoyasiga topshirdi. Shu kundan e'tiboran namozining bir qismini o'g'liga duo qilishga ataydigan bo'ldi. Atigan oqshomlari Allah Taolaga duo qilib, o'g'lini qo'g'dishini tilaydi. Axir o'g'il o'qishini natijalik tugitish bilan birga 5 vaqt namozga masjiddan qolmaydigan, saharlari tahajjud o'qishni tark etmaydigan, onasiga burunqidan bakrak ko'yinadigan bo'lib qaytadi. Ya'ni o'g'il onasining duosi va Alloh taolaning himoyasi ostida burunqidan dindor bo'lib qaytadi. Qandaqmi shundoq bo'lmasin? Ayol o'g'lini olamlarning Rabbi va hammaning egisi bo'lgan qudratli Allah Taolaga omonat qilgan va kecha kunduz uningga yalvorib duo qilgan tursa, Allah Taala qo'yilgan omonatni hargiz zoya qilib o'tmaydigan zot tursa, ayolning tiliki qandaqmi ijobat bo'lmasin? Siz Iroqdagi farzandlaringizni va zoya bo'lib ketishidan ansiraydigan har qanday narsangizni Allah Taolaga omonat qiling, uning himoyasiga topshiring. Chin ko'nglingizdan uningga ishonch qiling. Va tawakkal alallohi va kafa billahi vakila. Allohga tayaningin, Allah sana yeterlik tayanchdir. Allah Taoladan yaxshi va uningdan ishonchli tayanch bormi?